Har doim shunaqa deysiz. Hamma o'rtoqlarimning mashinasi bor. Siz qachon edi menga mashina beraman deganingiz? O'zi sizchi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Assalomu alaykum aka. Kuyov bola yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yara Qani qoling. o'ting. Bezovta qilmadimmi ish qilib? Yo'q, keling. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Uzr endi. Ogohlantirishsiz kirib kelgandim. Yo'q, xush kelibsiz. Kuyov bola, agar ko'nglingizga kelmasa, maylimi? Singlimda gapim bor edi. Mayli. Xo'p, tashqarida bo'laman. Rahmat. Esingdami? Mahallamizni boshida bir qiz pista sotib o'tirardi. Uni bitta akasi bor edi. Bozorda arava tortib kun ko'rardi. Chunki ota-onasidan erta judo bo'lishgan edi. Mahalladagilarning hammasini ularga rahmi kelardi. Hozirchi o'sha pistachi qiz yaxshi oilaga kelin bo'lib tushdi. Akasi bo'lsa oyoqqa turdi. Singlim, agar ering o'rnida bir kun yashash imkoni bo'lganida, sen bir kun emas, bir soat ham yashamagan bo'larding. Eshitganmisan, ayollar tug'ruq vaqtida bir o'lib tiriladi deyishadi. Erkaklarchi, erkaklar har kuni o'lib tiriladi. Kim uchun? Oilasi uchun. Sen bo'lsang Instagramdagi hayotga havas qilib o'tiribsan. Bu Instagramdagi hayotning 90% yolg'onligini juda yaxshi bilasan-ku. Bugun baxtli video qo'ysa, 3 kundan keyin ajrashayotganligi to'g'risida video qo'yishyapti. Ering yaxshi yigit. Uni ham orzu havaslari bor. Lekin seni orzularingni amalga oshiraman deb o'zini orzularidan voz kechib yashayapti. Bu haqiqiy erkakning ishi. Jon singlim, o'tmishingni esingdan chiqarma. Menga ruxsat. To'xtang aka. O'tir. Kuyov bola? Ha, choy-poy qilardik. Menga ruxsat. Sizdan uzr so'ramoqchi edim. Nimaga? Singlim uchun. Ay, yo'q, Sog' bo'ling. Mayli, kelinglar. Xo'p, rahmat. Uydagilarni ham olib keling. O'zinglar ham o'tinglar. Xo'p.